charchamayapman-da. Keyin Ra'no opaga aytdim, Ra'no opa dedim, ha, men charchamayapman dedim. Men tunga ish qilsam ham charchamayapman desam, "O, mana shu oyog'ingdagi narsadan shu" dedi. Keyin 3-kuniga o'tyapti, men daftarimga yozib qo'ydim. Har kuni nima qilyapman, nima menda qanaqa natija bo'lyapti, hammasini yozib qo'ydim. Keyin 3-kuni shunaqangi mana shu joyimda og'riq kuchli bo'ldi. Qo'zg'algan. Og'riq kuchli bo'ldi, lekin oyoqlarim chiqatib o'zi meni unaqa bezovta qilib yoqmas edi. Men hali o'zim kayfiyatimda aytmoqchiman-da. Shunaqangi kayfiyatni hammaga qilsamman. Voy, mana qilib yerimga bir narsa ushadigan joyi yo'q qolsa ham, "Nima gapayvering? O'zingiz asrab, bu bo'lmasa keyingisida bo'ladi" deymanda. Hayronda menga-da, "Nima bo'lyapti bunga?" deydi. Ikkiga o'g'lim Olmaliq shahrida nefrolog bo'lib ishlaydi. Bu doktorlari boya opam to'g'ri aytdilar, ishontirish nihoyatda qiyin. Ona yana nima ishni boshladingiz dedi-da. Keyin aytdim, shuni bitta taqib ko'r o'g'lim dedim. Ularda o'g'limda ham gaymaroy pazuxida operatsiya bo'lgan. Keyin boshi rosa qattiq og'ribdi. O'sha kuni kompyuterda ishi bor ekan, soat 12:30gacha qolib ketganda uyga kelgan, kechayotgan. Lekin ertalab turib yana ishlarini qilib yuribdi-da. Ona deydi, "Yo Allohdan" deydi, "Alloh birinchi" deydi, "O'sha Allohdan" deydi. "Lekin sizni bergan o'sha ochkingizni taqib, men qanaqadir bo'drib turdim" deyapti-da, "Charchamadim. Yana ishimni qilib yotibman" deyapti-da. Keyin o'zim aytdimki, "Bo'ldi" dedim, "Bundan yana unga ham olib beraman" dedim. Lekin o'zimga tekkani yo'q hali. O'zim hali onalar shunaqa ekanda, unga kerak bo'lsa unga berib yuborar ekan, o'zingizga kerak bo'lsa ham. Keyin sinimda allergiya bor. Hozir qo'zigan payt allergiya. O'sha uchidan olgan edim bitta ochkini. Aytdimki, "Men buni sen olib borib taqqin, qani ko'ramiz, senda aniq rezultat bo'ladi-da." Keyin borib o'sha taqib yurib ishda o'zida burni ochilibdi. Maşallah. O'sha joyi o'zida burni ochilibdi. 2 kun taqdi, shunaqangi yaxshiman deyapti-da. Lekin 3-kuni deydi, shunaqangi boshim og'ridi. Hozir ochkini otvorimmikan opamga ham deb o'ylabdi-da. Keyin Ra'no opamga telefon qildim. "Ra'no opa, mana kechagi gap bu. Ra'no opa manaqa bo'ldi" degan edim. Dugan dedi, "Ozgina qo'zg'aydi, abastreniya bergan, lekin sabr qilsin, biz ayollar sabrlimiz-ku" degandan keyin haligi yana "Uka sabr qil ozgina, taq buni, bunda o'zim ko'rdim-ku, yaxshi bo'ldim-ku boshim" degan edim. Haligi mayli deb taqib ketdi. Endi bugun borganda "Nima bo'ldi" desam, dedi-da yana yugurib ketdi ishiga. Mana shunday qildi-da, yugurib ketdi-da. Keyin ukam